O'zbekistonda bunaqa g'oyalar bo'lmagan-ku sizda. O'zbekistonda bo'lmagan. Men O'zbekistonda turizm o'qigan bo'lsam, bu osmon bilan yerchi farqi bor. Bu begona sohalar. Begona soha. O'sha tilni tugatganimdan keyin, tilni o'qib bo'lganimdan keyin o'sha meditsinani qiyin ekanligini bilib, keyin men o'sha matematikaga yaqin soha elektrotexnikani tanlaganman-da. To'g'ri tushungan bo'lsam, demak, elektroenergetika sohasiga qiziqish sizda Germaniyada paydo bo'ldi. Unda o'qib yurgan paytim o'sha menda qiyinchilik, o'sha davrlari, o'sha haligi kultur shok deydi, moliyaviy qiyinchiliklar ana o'sha paytlar boshlanganda. Masalan, moddiy jamg'armalarni kamayish, uni to'ldirish, viza olish muammolari, cho'zdirish, viza olishga cho'zdirish juda haligi qiyin bo'lgan. Va yana o'sha kelganimda 2009-yil bo'lsa, 2010-yil dadam olamdan o'tganlar. Bu menga yana ham bir qattiq bir zarba bo'lgan. Siz bu yerda bo'lganmisiz? Men bu yerda bo'lganman. O'zi musofirni yelkasida turadigan eng katta toshlardan biri shuda. Ya'ni biz qo'shni Qozog'istonda yoki qo'shni Tojikistonda emasmiz. 6000 kilometrga yaqin masofa O'zbekistondan bizni ajratib turadi. Tez yetib borish imkonsiz. Zafar aka, qanaqa yashab o'tdingiz? Qiyin edi. Haligi har safar eslaganimda bir yaqinda sodir bo'lgandek bo'lardi-da menga. O'shaning hozir eslaganimda qiyin bo'lgan. Bu xabar ertalab kelganmi? Kunduz kuni kelgan. Dadam avariya bo'lganda, meni bir do'stim bo'lar, suriyalik, masjidni ichida yashaydigan joy bilan shu yerda shu do'stimning oldiga borgan, masjidga borganman. Yo'q, haligi taskin beradigan odamimiz bo'lmaydi. O'z bilan o'zi odam o'zini yog'iga o'zi qoriladi o'sha payti. Xuddi shunaqa holatni boshdan kechirganman. Keyin haligi o'zimda shu ichki his-tuyg'u paydo bo'lgan. Oyoqqa turishing kerak endi, bo'ldi. Sani haligi suyanchig'ing yo'q.